Hop, zakazga tayyorlangan DQ apparatimiz tayyor. Uni hozir tekshirib ko'ramiz. Nimaga baland deb so'rashsa, bu pastga tushar ekan bu. Hozir chiqarib ko'rsataman, salon chiqarganmiz. Ular bu apparat 1,5 metr gidida pastga tushar ekan. Mana pasayadi. Qoplashga mos bo'ladi. Ikkita qopni bemalol qoplab 1 gram chang chiqmaydi qoplasangiz. Motorga qarab narxlari har xil buni ham. O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa dastlab yog' beramiz. Xuddi shunaqa apparatlar yasab. Через ventilator deb atashadi. Vakuum bilan premo qoplab beradi. Ikkita qopni. Qayerga ketyapti bu? Bekobod. Toshkentga Bekobodga ketyapti, xudo xolasa. Sinovdan o'tkazdik, ertaga chiqarib yuboramiz. Somon ko'rsatmabmiz mana. Bunda ichida setka turibdi hozir. 8 da eng yirik setka turibdi. Somon bizda hozir don bo'lmagani uchun somonni o'zini maydalab ko'rdik. Tak apparat don uchun moslangan yem. Soatiga qancha chiqaradi примерно? Yormani. Soatiga 2 tonnagacha bitta odam bemalol ishlasa bo'ladi. Yorma chiqaradi 2 tonnagacha. Endi kepay qilib yem qiladigan bo'lsa, endi 1,5 tonnagacha chiqaradi bo'lsa. Setga maydalashgan sari kamay boraveradi. 1,5 litr 800 kilo. 8 litr setkadan chiqqan somon.